Vatandaşlar yuqoridan leksiyalarini ko'rib o'tdik. Endilikda biz bununla bir obzor, bir cümlede obzor qilaylik. Litva Cumhuriyeti Yevropada Tayvan bilan bo'lgan munosabatning yangi kun tartibga kelib keldi. Uning keyinida hozir endi 27 Yevropa İttifaqı a'zo davlatlar, ya'ni Yevropa İttifaqı yuqoridagi dokladni e'lon qildi. Shuningdan qaraganda ish endi muqimlashdi. Siz bununla öndeş belgisi qo'ying vatandaşım. Demek avval Yevropa İttifaqı hareket keldi. Tayvan bilan bo'lgan munosabatning darajasi mush yerga yetdi. Endi mushundaq paytda Jungo hukumati o'zining va'dasi, Jungo xalqiga bergan va'dasi va o'zining nochiligini asos qilgan Xitoy millatchiligi nuqtai nazarida turib, Xitoy shovinizmini endi joriy qildirib, o'zining binsini, Xitoycha binsini ko'rsatadigan vaqt keldi. Buni Xitoy hukumati shundoq chog'ladi, shundoq o'yladi. Shunga partiya maktabida yuqoridagi so'zini so'zladi. Hozir biz ko'rib o'tdik, Ziyo apandi tahlilchi nima dedi? Jungolukning bu tashabbusi yoki bu ko'z qarashi Tayvanni qurolliq birlik keltirishdan iborat iddialari bir fikr ustida qurilgan. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari ojizlashdi, Jungo bosh ko'tardi deydigan mushundaq bir fikr, iddiaviy fikir asosi qurilgan deydi. Biz tahlil qilaylik vatandaşlar. O'zimizdan beshidan o'tgan taqdirimiz Uyg'ur millatining. Shuni bilan tahlil qilib boqaylik. Hozirgacha dunyoda mush 70 yillik tarixida Uyg'ur degan ism hech qanday yerda ko'rilgan emas vatandaşlar. 20 yıl bo'ldi. Amerikada bu yo'l ochildi. Amerika Davlat Majlisi Tamlantos ishxonasida bu yo'l ochildi, boshlandi. Uyg'ur davosi degan bu kuni keldi. Biz Jungolukqa shu narsani aytib qo'yaylikki, Amerika siz degandek ojizlashgan bo'lsa, Amerika siz degandek zaiflashgan bo'lsa, mush zaiflashgan, mush ojizlashgan sizning nazaringizdagi shu vaqt ichida Tibet meselesi o konu mesele, herkes Uyg'uriston meselesi bilen Hong Kong meselesini götürüp çıkmagan bo'lardi. Biz bir Tibet meselesinden Tayvan meselesi konu mesele değil, herkes bu iki yeni mesele, mesela Uyg'uriston meselesi bilen Hong Kong meselesi götürüp çıkmagan bo'lardi. Bu sizge ayan Jungoluk efendi, Junakay efendi, siz degandek aciz Amerika bugün Köşlük Amerikalı kıyafetini köstüp, aşkarılıp, iki mezlum millet, Uygur ve Şangan, Hong Kong'unu götürüp çıktı. Bundan qaraganda Amerika zayıfleşti, Jungo baş götürdü degen bu nazariye puttirep duranmaydı, herkes puttirep duranmaydı. Biz yuqorida ko'rdik, Angliyadagi Uyg'ur meselesinin olimlar o'tirib qo'yilganligi sizga bishorat bo'lsin. Buning biri olimlar qatnashdi dedi vatandaş. İkincisi bu muhokama yig'iniga siyosiy yo'llar qatnashdi dedi vatandaş. Demek siyosiy yo'llar qatnashdi, olimlar qatnashdi. Bu yig'inning oxirgi natijasi nima bo'ladi desangiz, izlanish. Uyg'urni qirg'in qilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish, Xitoy hukumatining mush qirg'inchiligini to'xtatish uchun bir chora tadbirga izlanish. Diqqat, burada ham olimlar va paket berdi. Burada ham siyosiy yo'llar borkan, bu Angliya tadqiqot muhokamasiga qatnashgan. Demak, siyosatdan bir chora tadbirni Angliya Britaniya parlamentiga, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisiga ularning taklif qiladiganligi ishining biz ham ishonamiz, hurmatli vatandosh. Endi hozir eng nozik masala kelyapti. Litva Cumhuriyeti 3 milyon nüfusli kichikgina bir davlat g'alaba qildi. Jungo emas, Tayvanga qaratgan siyosatda g'alaba qildi. Chunki uning kendi yana qudratli Yevropa 27 davlat chiqib keldi. Yuqorqi doklad e'lon qilindi, ma'qullandi vatandoshim. Endi ular vakolatxonni birinchi bo'lib o'zgarsa, ikkinchi qatamda nimani o'zgartirishi mumkin vatandoshim? Dediki, biz Yevropa İttifaqı bilan Tayvanning
münasebetini bunun texim yuqur örlütimiz dedi. Bunun nişanı nime? Bunun birlevatkan bişaret nime? Bunun kelgüsü terakkiyatı kandak burada. Mesela Tayvan bilen Avrupa İttifakının münasebetini yuqur kötürüşten kelgüsü neticesi kandak burada. Vatandaşım. İş zaten kayerdim partlaydı. İş kandak oturgu çıkıdı. Hazır muşu noktalarının hemmisini biz siyasi vaziyetinin kulminatsiya dereceye yetip girişe. Yani bu derecenin ya ki partlaş karakterde hal buluşu ya ki tuyuksuz vakada bilen ziddiyette teximi mürekkepleşip kitişi mümkünlük içinde turganda bu ziddiyetlerini ne mi dedik? Tesir edik, kulminasiya en yukarı çekke yetip geldi vatandaş. Bunun da Avrupa'nın oynayan rolü. Birinci kademde Avrupa'nın oynayan rolü. Cungo'nun en ağır acizliği. Uygur Tibet hazır hükmürallık astıdı o. Bastıra alayman, çapa alayman diyeleydi onu. Üzdün hükmürallığı astıdı bulmagan Cungo için en nazik rayon Tayvan boğazının muşu halgı kilişi. Biroq bunun da tazı yaxşı bulmagan bir taraf nim boldysınız? Yaponiyanın veziri, yeni veziri yakında ötküzüldüğün saylam demdi neyme? Ben de saylamga katlaştırmayman, istifa bermen deydiğen gepni kılıptı. Bunun Yaponiyadaki siyasetin özgürlüğü kandak buldu bilgini bulmaydı. Lekin bu Gwen efendi, Yaponiyanın veziri, ötken yılı 9. ayda vazifege olturgandan keyin Yaponiyaga vezir bo'lib olturgandan tortib 1 yilgacha nayti yaxshi siyaset yurgizib kelgan edi vatandaşım. Nayt ilmi hem ilmiligi var hem qat'iyligi var siyaset yurgizib kelgan edi. Mushu 9. ayda bo'ldigan o'xshaydi. Saylam vaqtini tez aniq bilmadim. Mushu odamning yoki mushu vazirning men saylamga qatnashmayman deganligidan sal ko'nglim mening g'ash bo'ldi. Qani keyin Yaponiyada saylamda nima o'zgarish bo'ldi? Esingizda bor 7-kunimi qachon? 27-kunimi? O'tgan juma o. O'tgan jumada Tayvan bilan Yaponiyaning munosabatlarimiz zo'r o'zgarish bo'lgan edi vatandaşım. Bu o'zgarish bilan Yaponiya bilan Tayvan o'rtasidagi munosabat o'zgarishi bilan bugungi Avrupa İttifaqı bilan Tayvan o'rtasidagi munosabat o'zgarishini tahlil qilsangiz vatandaşım. Tayvan xalqaro jamiyatga qaytib kelamdi. Yoki Tayvan mustaqil qiyofada xalqaro jamiyat kiramdi. Moşundaq nazik mesele. Şunu Cungo hükümetinin hazır endi işki cihette neme işler bulup atkallığı. Hani görüp öttünüz. Bugün yani siz yetkizildiğin bir işkillikçimizden birisi ne bu? Kıska haberimizden birisi bana anlayıp vatandaş partiya işçide macera hoşidin makalı ilan kılıp biz tünü gün sözlüdük sizlerge. Wang Hu'nun yoşurun tanqid qildi. 7 hayatning ichidagi birisi, doimiy hayatning birisi Wang Hu'nun. Yoki nazariy jihati aqldimoni rais Xi Jinpingning. Yoşurun tanqid qildi. Wang Qishan o'zini oshkorladi. Xi Jinping guroyi eg'ir zarbiga uchradi. Siyosiy talash-tartish boshlandi. Jonanxayda siyosiy talash-tartish boshlandi. Tunigun biz birinchi qadam degan edik. Bu 9. ayının 1. günü YouTube Ümit Sadası televiziyası. Hoşicen Şinhuaşe agınetliğine umaydı. Nemiş oldu? Xi Jinping söz koyup verdi. Bunun keyinki külle hatırcam buludu dep oylamanlar. 9. ayının 1. 2. günden başlap hem de Cungo'da küllenen hatırcam külle buludu dep herkese oylamanlar. Bu haber niyet küzgüç 9. ayının 2. günü Subih'tan torbeti YouTube vatandaşı. Bugünkü liksiyelerimiz müşahede tügüde. Endi öz ara seliştirip tahlil kıl.